Can dadam erdek dadam tağdek dadam Oyniken cennet kebi bağdek dadam Sen gidip alem bölekçe yatmana Sözleri kaymak navat yağdek dadam Hey hayat. Bu hayat şundaq bir hayat ki, insan huzuriga ömür yetmez. Azabiga adam ölmez, sirlariga aql yetmez. Ölüm başqa kelgende bolsa, adam şu kadar bichara, şu kadar nailoj. Barhaq, dunyoga kelgankenmiz, ketmay qolmaymiz. Oxirat safariga ba'zilar ilgirrak, yana ba'zilarimiz keyinrak yo'l olamiz. Eng qadrli kishilarimizdan vaqtsiz ayrilish insonning butkul vujudini chirmaydigan shu qadar azobli tuyg'uki, chidamoq tez, bek tez. Bugun yurak param, hayotim qizim Dilfuruz qon yig'layotdi. Xushchaqchaq, mehribon, oq ko'ngil, qadrdon dadasi G'ani Ahmadning ushtumtut vafotidan alam bilan yig'layotdi. Qizim dadasidan ayrıldı. Men hayatımdaki en yakın serdişim, ruhi yo'lanchukimdan ayrıldım. G'ani Ahmad 1965-yili 5-oyning 2-kuni Urumchida tug'ilgan. 2024-yili 8-oyning 23-kuni Juma ciddi yürek muskul tıkılması görülüp, qutquzuş ünüm vermey, 59 yaşında bu dünya bilen vidalaştı. G'ani ata-analarının vafadar oğlu, ini singillarının köyümcan akısı idi. Dostları üçün sadaqatlik, merdlik hem chinliqi bilen hürmetki sazaver, ishonchlik do'st edi. G'anining muhojiratga do'stlaridan biraylan bu qayg'uli xabarni anglab, G'anining vafotiga qayg'urib, G'ani oq ko'ngil, vatanparvar zot edi deb yozibdi. G'ani bundan 21 yil ilgari Yevropaga kelib ketgan edi. Ayni chaqda o'zining muhojiratda yashayolmaydiganligini tushuntirib, shundoq degani esimda. Men ata-anam aldıda persentlik burchimni ado qilmay, fuqarlarim aldıda oqilik mas'uliyatimni o'tamay, Uyg'urlarim bilan ham nafas bo'lmay, qandaqmi chet ellarda yura olayman. Men ona yurtimning havosi bilan nafas olmasam, tuproqiga dassamasam yashayolmayman. Konsul ko'chalardagi nur yuzlik mo'ysipitlarimizni ko'rib turmasam, chidamayman. Hatta ko'chalardagi baqqallar, tilamchilarmi menga suyumlik tuyuladi. G'ani o'z tanlashi bilan ish ko'rib, vatanda yashadi. Mana endi hammaylarni, vatanda bo'lsin yoki chet ellarda yashayotgan bo'lsin, urug' tuqqan, do'st birodar hammaylarni rozi qilib, ham hasrat qo'yib ketib qoldi. 59 yil ilgari kindik qini to'kilgan ona tuproqqa, o'ziga taalluq zaminga qaytib kirib yotdi. İnson bu dunyoga kimlardan va nalarda opirada bo'ladiganligini bilmaganidek, bu dunyodan qachon, qandoq ketib qoladiganligini ham bilmaydi.
Şək şübhəsiz ki, yaxşı insanlarning o'limi yaxshi uzatiladi. G'ani ketdi. Shuncha ko'p kishilarni hasratda, hayratda qoldirib ketdi. Qizimiz Dilfuruzni bo'lsa, otig'i bo'lgan mangulik seg'inish azoblarga tashlab ketdi. Nima degilik? Alak molla. Allohdan kelganga inson alak molla demakdan o'zga yo'l topgan emas-ku. Allohdan tuvan qulluq bilan tilaymizki, marhum G'ani Ahmadning makoni nurlari ichida bo'lsin, Firdavs jannatlardan o'rin olsin. Bizning bu musibat damlarimizdagi azoblarimizga Alloh cheksiz sabrlar yog'dirsin. Qizim Dilfuruz G'anining puchlangan yuraklariga malham bergayla, Allohim. Xayr xo'sh G'ani. Lekin bakmi boldir ketib oldimizsa? Hasratina. Can dadam erdek dadam tağdek dadam Koyniken cennet kebi bağdek dadam Sen gidip alem bölekçe yatmana Sözleri kaymak navat yağdek dadam Sen gidip alem bölekçe yatmana Sözleri kaymak navat yağdek dadam